Bugun men pensionerlar uchun iyul oyida albatta ulgurib qilish kerak bo'lgan 5 ta muhim ish haqida gapiraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki bitta ariza kesh topshirilsa, bitta ma'lumot yangilanmasa yoki bitta hujjat yetishmasa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Ayniqsa pensiya, nafaqa, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov, bank kartasi orqali pul olish, davolanish yoki kommunal imtiyozlar bilan bog'liq masalalarda iyul oyini bekorga o'tkazmaslik kerak. Men sizga hammasini oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kimga bu taalluqli emas. Qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar qaysilar? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki 5-masala ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin pul kechikishiga eng ko'p sabab bo'ladigan masala. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar aynan o'z vaqtida eshitilganda foyda beradi. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiya tayinlanganidan keyin hammasi avtomatik yuraveradi deb o'ylardi. Haqiqatan ham odam pensiyaga chiqqanidan so'ng har oy belgilangan sanada pul tushib turadi. Kimdir bank kartasidan oladi, kimdir naqd shaklda oladi, kimdir farzandi yordamida yechib beradi. Shuning uchun ko'pchilik hujjatlarni yangilash, yashash manzili o'zgarsa xabar berish, bank kartasining muddati tugashini tekshirish, qo'shimcha to'lovlarga ariza berish kabi masalalarni ortga surib keladi. Lekin hozir vaziyat boshqacha. Davlat idoralari ma'lumotlarni tobora ko'proq elektron bazalar orqali solishtiryapti. Banklar plastik karta muddatiga, shaxsni tasdiqlash ma'lumotlariga, telefon raqamiga va hisob holatiga qaraydi. Pensiya jamg'armasi esa pensionerning yashash joyi, oilaviy holati, nogironlik guruhi, ishga kirgan-kirmagani, vafot etgan oila a'zosi bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, chet elga chiqib ketish holati kabi ma'lumotlarni tekshiradi. Shuning uchun bugun men o'zim bilaman, pulim baribir tushadi degan qarash xavfli. Iyul oyida ayniqsa e'tiborli bo'lish kerak. Chunki yilning o'rtasida ko'p joylarda ma'lumotlar qayta ko'riladi, kartalar almashtiriladi, ayrim to'lovlar bo'yicha arizalar qabul qilinadi. Kommunal va ijtimoiy yordam bo'yicha ro'yxatlar yangilanadi. Men hozir aytadigan 5 ta ishni bajarsangiz kamida pul kechikishi, ariza rad etilishi yoki o'z haqqingizdan bexabar qolish xavfini ancha kamaytirasiz. Iyulda birinchi qilinadigan ish bu pensiya tushadigan bank kartasi va hisob raqamini tekshirish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning pensiyasi tayinlangan, pul ajratilgan. Lekin karta muddati tugagani yoki karta bloklangani sababli odam pulni o'z vaqtida ola olmaydi. Keyin bankka boradi. Bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya jamg'armasi bankka yuboradi. Odam esa bir necha kun, ba'zan bir necha hafta sarson bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli pensionerni olaylik. Uning pensiyasi har oyning 10 sanasida tushadi. Kartaning amal qilish muddati iyun oxirida tugagan. Lekin u bunga e'tibor bermagan. Iyulda pul tushmaganday ko'ringan. Aslida pul tizimda bor, lekin eski karta orqali ishlatib bo'lmaydi. Yangi karta ochish, hisobni bog'lash va bank ma'lumotlarini yangilash uchun u bankka bordi. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qildi. Agar u yil boshida kartani tekshirganda bu muammo bo'lmas edi. Nimani tekshirish kerak? Avvalo kartaning old tomonidagi amal qilish muddatini ko'ring. Masalan 0724 yoki 24 yoki indiki 24 deb yozilgan bo'ladi. Agar 724 yozilgan bo'lsa-mi, demak iyul oyida karta muddati tugashi mumkin. Bunday holatda bank oldindan boring. Ikkinchidan, karta bloklanmaganmi? SMS xabarnoma ishlab turibdimi? Telefon raqamingiz sizning nomingizdami? Bank ilovasiga kirish imkoni bormi? Shularni tekshiring. Uchinchidan, pensiya qaysi bankka tushayotganini biling. Ba'zi pensionerlar eski kartani yo'qotib qo'yadi, yangi karta ochadi. Lekin pensiya hali ham eski hisobga bog'langan bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Kartasi muddati tugayotganlar, telefon raqami o'zgarganlar, kartasini yo'qotganlar, uzoq vaqt bankka bormaganlar. Pensiyani farzandi kartasi orqali yoki boshqa odam yordamida olayotganlar albatta tekshirish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar kartangiz yaqinda yangilangan, har oy pul muammosiz tushyapti. Bankdan SMS keladi va shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, shunchaki bir marta bankomat yoki bank ilovasida balansni tekshirib qo'ysangiz yetarli. Ikkinchi muhim ish bu sizga faqat asosiy pensiya emas, balki qo'shimcha pul, moddiy yordam, kompensatsiya yoki mahalla orqali ijtimoiy yordam tegishli emasligini aniqlash.
Ko'p pensionerlar faqat har oylik pensiyasini biladi. Lekin ayrim holatlarda qo'shimcha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan xonadonlar. Dori-darmon xarajati yuqori bo'lganlar, uy-joy yoki kommunal xarajatlari og'ir bo'lganlar mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha yordam so'rashi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa, yordam ko'pincha avtomatik berilmaydi. Ayrim ma'lumotlar bazada ko'rinadi, lekin hayotiy vaziyatni tushuntirish uchun ariza, hujjat va mahalla xulosasi kerak bo'ladi. Masalan, pensioner ayolning pensiyasi 9 ming so'm bo'lsin. U yolg'iz yashaydi. Har oy doriga 300 ming so'm, kommunal to'lovlarga 2 ming so'm, oziq-ovqatga esa qolgan pulni sarflaydi. Qog'ozda u pensiya oluvchi sifatida ko'rinadi, lekin real hayotda yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Agar u mahallaga murojaat qilmasa, uning holati e'tibordan chetda qolishi mumkin. Yana bir misol, er-xotin pensionerlar bor. Ikkalasi ham pensiya oladi. Ularning umumiy daromadi boshqalarga qaraganda yaxshiroq ko'rinishi mumkin. Lekin ulardan biri og'ir kasal bo'lsa, doimiy davolanish kerak bo'lsa, operatsiya yoki reabilitatsiya xarajatlari bo'lsa, ular ham moddiy yordam bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Bu albatta beriladi degani emas. Lekin ariza topshirmasangiz ko'rib chiqilmaydi. Iyulda nima qilish kerak? Mahalla fuqarolar yig'iniga boring, ijtimoiy xodim yoki mahalla mas'uli bilan gaplashing, o'zingizning holatingizni aniq tushuntiring. Menga yordam kerak deyishning o'zi kam. Qanday yordam kerakligini ayting. Dori-darmon uchunmi, oziq-ovqat uchunmi, kommunal to'lov uchunmi, davolanish uchunmi, uyda parvarish xizmatlari uchunmi? Shunda murojaatingiz aniqroq ko'rib chiqiladi. Uchinchi ish juda oddiy ko'rinadi, lekin eng ko'p muammo ham shu yerdan chiqadi. Shaxsiy hujjatlar va ma'lumotlarni tekshirish. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi muddati, yashash manzili, nikoh holati, familiya o'zgarganligi, nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy xulosa muddati, bankdagi telefon raqami, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Davlat tizimida bir joyda sizning manzilingiz eski ko'rsatilgan, bankda boshqa telefon raqam, mahallada esa boshqa oila tarkibi qayd etilgan bo'lsa, ariza tekshiruvda savol paydo bo'ladi. Natijada pul berilmaydi degani emas, lekin jarayon cho'ziladi. Pensioner uchun esa bir kunlik kechikish ham muhim. Chunki dori kerak, oziq-ovqat kerak, kommunal to'lovni yopish kerak. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib kelgan, lekin ro'yxatdan o'tish manzilini yangilamagan. Pensiya oldingi hudud bo'yicha yurib turibdi. Keyin u mahalladan yordam so'raydi. Lekin mahalla bazasida u doimiy yashovchi sifatida ko'rinmaydi. Shunda yordam masalasi qiyinlashadi yoki boshqa holat. Nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov oladigan odam tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuboradi. Hujjat muddati uzaytirilmagani uchun to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Iyulda nimalarni tayyorlab qo'yish kerak? Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya haqidagi ma'lumot, bank kartasi, yashash manzili bo'yicha hujjat, tibbiy ma'lumotnoma. Nogironlik hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi, dori-darmon xarajatini tasdiqlovchi chek yoki retseptlar, kommunal to'lov kvitansiyalari, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, hamma joyga ham barchasi kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin oldindan papkaga solib qo'ysangiz, idora yurishda vaqt yutmaysiz. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Hujjatlarning nusxasini berganda asl nusxani nazoratsiz qoldirmang. Hech kimga bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, telefoningizga kelgan tasdiqlash raqamini bermang. Pensiyangizni oshirib beraman, pul chiqarib beraman, arizani tezlashtiraman degan odamlar uchrashi mumkin. Rasmiy idora hech qachon sizdan PIN kod yoki SMS kod so'ramaydi. Men buni alohida ta'kidlayman, chunki pensionerlar ishonuvchan bo'lgani uchun firibgarlar aynan shu qatlamni nishonga oladi. 4-ish staji, pensiya miqdori va qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqish. 4-ish bu pensiya miqdoringiz to'g'ri hisoblanganmi? Qo'shimcha ish staji yoki hujjat topilgan bo'lsa, qayta hisoblash imkoniyati bormi? Shuni aniqlash. Ko'p odam pensiyaga chiqqandan keyin eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, tashkilotdan ma'lumotnoma, harbiy xizmat, dekret davri, ayrim yillarda ishlaganlik tasdig'i kabi hujjatlarni keyin topadi. Agar bu ma'lumotlar pensiya hisobida inobatga olinmagan bo'lsa, ayrim holatlarda pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Men buni aniq misol bilan aytaman.
Bir erkek pensioner 25 yil ish staji bilan pensiyaga chiqqan. Keyin u 1990 yillarda ishlagan korxonasi bo'yicha arxivdan yana 4 yil ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. Agar bu davr avval hisobga olinmagan bo'lsa, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishini so'rashi mumkin. Natija har doim katta pul bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zida oyga 20 ming, 100 ming, 200 ming so'm farq ham pensioner uchun katta yordam. Ayollar uchun ham muhim jihatlar bor. Bolalarni parvarish qilgan davr, mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Familiya nikohdan keyin o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjatni bog'lash, sobiq tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotini to'g'ri olish kabi masalalar pensiya hisobida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner ayol, men 30 yil ishlaganman, lekin pensiyam juda kam deydi. Tekshirib desa ayrim yillar bo'yicha ish haqi yoki stat tasdiqlanmagani ma'lum bo'ladi. Iyulda nima qilish kerak? Agar sizda eski mehnat daftarchasi, arxiv hujjati, ish joyidan ma'lumotnoma, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi qog'ozlar bo'lsa, ularni tartibga keltiring. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring yoki MyBonko.gov orqali murojaat qilish imkonini tekshiring. Arizada pensiya miqdorini qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Chunki qo'shimcha ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud deb yozish mumkin. Albatta. Ariza topshirganda ro'yxatdan o'tgan raqamni oling yoki elektron murojaat bo'lsa tasdiqni saqlab qo'ying. Kimga bu kerak emas? Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, ish staji va ish haqi bo'yicha hech qanday yangi hujjat yo'q bo'lsa, qayta hisoblashga shoshilish shart emas. Lekin pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa, bir marta maslahat olish zarar qilmaydi. Chunki pensioner o'z haqqini bilishi kerak. 5-chi ish eng muhimlaridan biri, iyul oyida barcha murojaat va to'lov muddatlarini nazorat qiling. Ko'pchilik pensionerlar ariza berdim, endi kutaman deb o'tiradi. Lekin amalda ariza qabul qilinganmi? Hujjat yetarlimi? Qo'shimcha ma'lumot so'ralganmi? Qaror chiqqanmi? Pul qachon tushadi? Bularni kuzatish kerak. Ayniqsa bayram kunlari, dam olish kunlari, bank tizimidagi texnik ishlar yoki hududiy bo'limlardagi yuklama sababli to'lov sanasi biroz o'zgarishi mumkin. Masalan, pensioner 3 yil kuni mahallaga moddiy yordam uchun ariza berdi. Unga ko'rib chiqamiz deyildi. Lekin u arizasining raqamini olmadi. Qaysi hujjat yetishmayotganini so'ramadi. Telefon raqamini ham to'g'ri qoldirmadi. Oradan 7 kun o'tdi. Javob yo'q. Keyin borganda pasport nusxasi yoki dori xarajatini tasdiqlovchi hujjat yetishmagani ma'lum bo'ldi. Agar u bir hafta ichida holatni tekshirganda ariza tezroq yurardi. Yana bir holat. Pensiya odatda 12 sana tushadi. Iyulda 13 yoki 15 sana bo'lib ketdi. Odam darrov vahimaga tushmasligi kerak, lekin befarq ham bo'lmasligi kerak. Avvalo bank balansini tekshiring, bankomatdan yoki bank ilovasidan ko'ring. SMS kelmagan bo'lsa ham pul tushgan bo'lishi mumkin. Keyin bank filialiga murojaat qiling. Agar bankda pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Muhimi aniq savol bering. Mening iyul oyidagi pensiya to'lovim shakllanganmi? Bankka yuborilganmi? Agar yuborilmagan bo'lsa, sababi nima? Endi istisnolar haqida gapiray. Har bir pensionerning holati bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi. Kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Qoidalar va hujjatlar ham shunga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz olgan yordam sizga ham albatta beriladi degan xulosa qilmang. Aksincha, qo'shningizga rad etilgan bo'lsa, sizga ham rad etiladi deb ham o'ylamang. Har bir ish hujjat, daromad, oila tarkibi, sog'liq holati va mahalla xulosasiga qarab ko'riladi. Yana bir nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar yoki qo'shimcha yordamlarni baholashda bu daromad ham hisobga olinishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi va qo'shimcha ravishda rasmiy ishda ishlaydi. Bu yomon narsa emas, lekin ijtimoiy yordam so'raganda umumiy daromad ko'rilishi mumkin. Shuning uchun arizada daromadni yashirish kerak emas. Yashirilgan ma'lumot keyin aniqlansa, ariza rad etilishi yoki oldingi to'lovlarni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Chet elga ketgan pensionerlar, boshqa viloyatda vaqtincha yashayotganlar, farzandining uyida turganlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Pensiya olish tartibida yashash joyi, bank hisobi va shaxsiy tasdiqlash masalalari muhim. Agar siz uzoq muddat boshqa joyda bo'lsangiz,
hududiy bo'limdan oldindan maslahat oling. Keyin bilarman deyish ba'zida to'lov kechikishiga olib keladi. Firibgarlik masalasini yana bir bor alohida aytaman. Iyulda ko'p odam pul yordam, kompensatsiya mavzusida ma'lumot izlaydi. Shundan foydalanib telefon qilib sizga qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting deydiganlar bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodini bermang, PIN kodini aytmang, kartani begona odamga topshirmang, pasportingiz suratini noma'lum raqamlarga yubormang. Rasmiy murojaatlar faqat davlat idorasi, bank filiali, MyPogov.uz, mahalla yoki pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari orqali qilinadi. Endi siz bugun nima qilishingiz kerakligini tartib bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddat iyulda yoki yaqin oylarda tugasa, bankka boring, karta bloklangan bo'lsa, yangisini oching. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bankda yangilang. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya hujjati, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, dori cheklaringiz, kommunal kvitansiyalar, mahalladan kerak bo'ladigan ma'lumotlarni bir joyga yig'ing. Hujjatlar tartibli bo'lsa, siz idorada ancha ishonchli va aniq gapira olasiz. Uchinchi qadam, mahallaga boring. Menga qanday yordamlar tegishli bo'lishi mumkin? Holatimni ko'rib bering deb murojaat qiling. Agar yolg'iz yashasangiz, kasal bo'lsangiz, daromadingiz dori va kommunal to'lovlarga yetmayotgan bo'lsa, buni aniq ayting. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, kerak bo'lsa yozma ariza bering. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Pensiya miqdori, ish staji, qayta hisoblash, to'lov kechikishi yoki ma'lumotlar mosligi bo'yicha savollarni yozib oling. Idoraga borganda hayajon bilan hammasini unutib qo'ymaslik uchun savollar ro'yxati kerak bo'ladi. 5-qadam, har bir murojaat bo'yicha tasdiq oling. Ariza raqami qabul qilingan sana mas'ul xodim javob muddati. Yetishmayotgan hujjatlar ro'yxatini yozib qo'ying. Agar elektron murojaat qilsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Agar telefon orqali ma'lumot olsangiz, qachon va kim bilan gaplashganingizni yozib boring. Bugun men pensionerlar iyul oyida pul olish, to'lovni kechiktirmaslik va o'z haqini yo'qotmaslik uchun qilishi kerak bo'lgan 5 ta asosiy ishni tushuntirdim. Bank kartasini tekshirish, qo'shimcha yordam huquqini aniqlash, hujjatlarni yangilash, pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish imkonini tekshirish va murojaat muddatlarini nazorat qilish. Bu ishlar qiyin emas, lekin vaqtida qilinmasa, pensioner uchun jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Mening maslahatim shuki, iyul oyini kutish oyga emas, harakat oyiga aylantiring. Bugun kartani tekshiring, ertaga hujjatlarni yig'ing, keyingi kun mahalla yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'z haqqingizni so'rashdan uyalmang, aniq savol bering, yozma javob talab qiling va hech qachon shaxsiy bank ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Sizning hududingizda pensiya, yordam yoki qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq qanday holatlar bo'lyapti? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz, buvilarimiz va bobolarimiz uchun juda kerak.